Emre istanbullik. U 1 yil avval menga o'z hayot hikoyasini so'zlab bergan va o'zbekistonlik Sevarani izlab topishimni so'ragandi. 2 oy avval u ayolni Andijon tomonlardan darakladim. Men asli oddiy bir oilada katta bo'lganman. Kambag'al oiladanman. Bu oilaga kelin bo'lib tushganman. Erim o'zi yaxshi ko'rib olgan. 3 yilgacha farzandli bo'lmadik. Doktorga bordik. Больницada yotdik, davolandik. Keyin aytishdi doktorlar, ayb erimda ekan. Undan farzandli bo'la olmaysan deyishdi. Erim yurasi yolvordi, hech kimga aytma buni deb o'rtamizda sir deb. Xo'p dedim, erimni yaxshi ko'rardim, yo'q demadim. Keyin bir kun qaynonam bilan qaynotamning gaplarini eshitib qoldim. Gaplashib o'tirishuvdi. Farzandlarimiz yo'qligiga biza qaynotamni shirkat anaqasi bor, shirmasi bor. Yer mulklari ko'p. Shundan bizga meros qoldirmas ekan. Meros katta akamizni nomidan uni 2 ta o'g'li bor, shularga o'tar ekan. Yani qayinsinimni ham bitta qizi, bitta o'g'li bor, shu o'g'liga. Qaynam keyin aytdi, bularni ajrashtirib olaylik, o'g'limni boshqaga uylaylik, farzandli bo'lsin dedi. Rosa yig'ladim, keyin borib erimga kechqurun aytib berdim, shunaqa bo'ldi deb. Jahli chiqdi chunki bu o'sha dadasini firmasini asosiy yurituvchisi, meni xo'jayinim, akasi boshqa joyda ishlaydi. O'zi bu oila shunaqa, o'g'il bolani boshida ko'taradi, qizlar bilan uncha ishi yo'q oila. O'g'il bo'lsa bo'ldi. Keyin erim shundan keyin plan tuzibdi. Dedi, sen qilasan sen ham. Men seni Turkiyaga ishga jo'nataman dedi. Qayerga boraman dedim. İstanbulda bitta sinfdosh o'rtog'im bor edi, ishlardi. Shuni oldiga borasan, gaplash dedi. Keyin asosiy nima qilaman dedim. Bu yerda biror turk bilan yashaysan, homilador bo'lib qaytasan. Men anaqa shokka tushdimda. Men bunaqa qila olmayman. Qanaqa bo'ladi endi bu yog'i? Men senga aytyapman, sen men rozi bo'lyapman, qilasan. Keyin xo'p dedim. O'rtog'im bilan gaplashdim, Istanbulga keldim. Dugonim o'sha ishlaydigan tikuv texi bor ekan, o'sha ishga kirdim. Keyin ko'cha-ko'yda qayerga borsam erkaklarni izlab qanaqa bo'larga rasmga bildirmay olib erimga jo'nataman. Yo'q deydi. Keyin bir kun kafega kirdim. Obed payti 30-35 yoshlarda bitta chiroyli bir yigit o'tirgan ekan. Rosa yuragim shuvlab ketdi. Rosa xo'jayinimga o'xshar ekan. Sekin bildirmay rasmga oldim. Keyin jo'natdim. Lekin baribir ham o'rnidan paytda o'rnidan turib chiqib ketdi kafedan. Orqasidan bordim. Kitob do'koniga kirganda men ham kirib orqasidan kitob olayotganday bo'lib, xullas tanishdim. Telefonimni berdim. Lekin keyin bilsam uylangan ekan. 2 ta bolasi bor ekan. Mayli dedim. Menga shu homilador bo'lsam bo'ldi. Sevara'ya en başından beri evli Men Sevaraga uylanganimni, 2 ta farzandim borligini va xotinimdan hech bir zaman ajrashmasligimni eng boshida aytgandim. Sevara bunga rozi bo'lgan. Menga sendan boshqa hech narsa kerak emas degan. Uni ijara kvartirasini haqqini to'lardim, chunki biz shu yerda uchrashardik. Ora-sira unga sovg'alar olib berardim. Oradan bir necha oy o'tdi. Munosabatlarimiz yomon emasdi. Bir tarafdan oilam, ikkinchi tarafdan sevgilim bor edi. Baxtli edim. Lekin kunlardan bir kun hayotim ostin-ustun bo'lib ketdi. Sevaraning ijara uyiga xotinim bostirib kirib keldi va bizni xiyonat ustida ushladi. Janjal qilib, baqirib chaqirdi. Sustim, chunki aybdor edim. Sevara esa xotinimga yuzlanib, "Emre menga tegishli, bolalaringni olib ket. Biz turmush quramiz" dedi. Nima qilishni bilmay qoldim.
Xotinimning bu yerni topib kelgani tasodif emasligi, buni Sevara atayin uyushtirganini tushundim va xotinimning orqasidan yugurdim. Yolvordim, yalindim. Foydasi bo'lmadi. Xotinim bolalarimizni olib onasinikiga ketib qoldi va undan keyin bolalarimning hatto yuzini ham ko'rsatmadi. Shu tarzda oradan 2 oy o'tib xotinim bilan ajrashishga majbur bo'ldim. Chunki guldek oilamga xiyonat qilgan men edim. Shu 2 oy ichida Sevarani ko'rishni istamadim. Faqat meni tark etgan oilam haqida o'yladim. Ishga ham bormadim. Vaqt o'tgach bir oz o'zimga keldim. Ishimga qaytdim, hayotimni davom ettira boshladim. Bu vaqtda menga tinimsiz qo'ng'iroqlar qilgan, SMS'lar yozgan Sevara bilan uchrashishga majbur bo'ldim. Chunki uni chin dildan sevar edim. Shu o'rinda savol beraman, mana sizga uylangan yigit kerak ekan. Nima uchun unda Emreni oilasini buzdingiz? Shunga hojat bormidi? Chunki u Emre meni homilador bo'lib qolishimni xohlamadi. Men 2 bolam yetadi, menga kerak emas boshqa dedi. Seni yaxshi ko'raman, shu yetadi. Dedi, sevgilim bo'lib qolasan. Keyin oxiri ilojim yo'q, xotiniga telefon qildim, uyim adresini berdim. O'sha kuni Emreni chaqirdim, kvartiraligimizda keldi xotini. Men homilador bo'ldim. Keyin bilgan kunim xursand bo'ldim rosa. Keyin yana ishonch hosil qilay deb test qildirdim. Qarasam, rostdan homiladorman. Erimga xabar qildim. Shu kuni kechqurungi samolyotga bilet oldi. Keyin qaytib keldim. Erim bilan 1 oy qolgandan keyin, yashagandan keyin uydagilarga homiladorman deb xabarini berdik. Hammalari xursand bo'ldi. Va hozir o'g'lim bor. Oilam yaxshi, baxtliman. Qaynotam ham hozir o'g'limni boshida ko'taradi. Endi merosdan ham bizga berishadigan bo'ldi. Chamamda. Erim u voqealar biz o'rtamizdagi sirimiz umrimiz oxirigacha shu yerda qoladi dedi. Bo'pti dedim. Ko'rganlar o'g'limni erimga o'xshatadi. Lekin men har safar ko'zlariga qaraganimda yuragim to'xtab qolgandek bo'ladi. O'g'lim Emrega quyib qo'ygandek o'xshaydi. Men Emrega O'zbekistonda uning yana bir o'g'li borligini aytdim. Kelib, o'g'limni olaman dedi. Men unga dedim, unday qilma. Sen baxtsiz bir oilaga umid beribsan. Bola katta oilada ardoqda. Undan bu baxtni tortib olma. Sening yana bir o'g'ling va qizing bor. Sen ularni tushun. Oilang bilan yarashishga harakat qil. Tamom dedi.